shunaqa erkaklar to'g'risida 2. Yalamasam turmaydi degan tavba qildim. Astag'firulloh. Ayrim hammasi emas, ayrim erkaklar ko'payib ketgan. Ibodat qillaring, agar jama shunaqa bo'lib ketgan bo'lsalaring, sal kitob ko'p o'qilaring, faqat porno, erotikalar ko'ravermasdan. Shu internet chiqdi, toshi tagidagi shayton uyg'ondi, ko'plari mamnaqa tarafi уже suyulib, miyasi buzilib, fantaziyaga berilib ketdi. Oddiy jinsiy yaqinlik qoniqtirmasmish. Qisib o'tir, o'ylaydigan boshqa narsalaring yo'qmi? O'zini vaqti bo'ladi bu narsani ham, o'zini payti bo'ladi. Fikri, xayoli faqat SMSlar vashshi уже mashnaqa bo'lib ketdim. Bitta menga keladi deb o'ylasam, juda ham ko'p kosmetologlarga, ginekologlarga shunaqa savollar kelar ekan, telefonlar bo'lar ki, bar kollegalar bilan gaplashamiz-ku. Bitta menga keladimi shunaqa SMSlar, murojaatlar desam, yo'q, sayda bizga ham keladi bunaqa SMSlar. Odamlar g'alati bo'lib ketgan, ayrim erkaklar juda ham g'alati bo'lib ketgan, miyasi bilan urushib qolgan, miyasi suyulib qolgan, ayrim erkaklar ko'paygan deb. Ibodatga berillaring, namoz o'qi, iymoningni but qil, shaytonni har xil vasvasasiga uchmasdan, o'shanda o'zingning yo'lingni akkuratni to'g'ri topishga harakatingni qilgan bo'lasan.